Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Kardiomaster jamoasi tomonidan tayinlangan onlayn kardiologiya darslarining navbatdagi darsi, 3-darsiga yetib keldik. Bugun sizlar bilan kardinal qon aylanishi haqida qisqacha takrorlay olamiz. O'tgan darslarda davomi sifatida va yurakning boshqa fiziologik xususiyatlari haqida gaplashib chiqamiz. Kardinal qon aylanish aorta qon tomiridan boshlanadi va aynan kardinal qon aylanish aortaning boshlang'ich qismidan ikkita kardinal arteriya, ya'ni left coronary arteria va right coronary arteriyaga bo'linib ketadi. Ikkala qon tomiri ham, ya'ni o'ng coronary arteriya ham, chap coronary arteriya ham ikkita yirik qon tomirga bo'linadi. Ya'ni ularda birinchisi right coronary arteriya haqida gaplashadigan bo'lsak, right coronary arteriya ikkita qismga bo'linib ketadi. Ya'ni ulardan birinchisi marginal arteriya, yuragimizning o'ng tarafiga kelib turib, qirra tarmog'ini beradi. Arteria marginalis dextra va yuragimizning o'ng tarafdan orqa tarafiga aylanib o'tadi va bu yerda interventrikular septumning orqa 1/3 qismini qon bilan ta'minlaydi. Endi chap koronariy arteriyaga keladigan bo'lsak, chap koronariy arteriya u ham ikkita yirik qon tomiriga bo'linib ketadi. Ulardan birinchisi LAD deyiladi ko'p adabiyotlarda, ya'ni left anterior descending, ya'ni chap oldinga tushuvchi arteriya. Bu yuragimizning chap oldingi devorini va apex qismini qon bilan ta'minlaydi. Keyingisi bizda aylanib o'tuvchi sirkumfleksion tarmog'i bor. Aynan sirkumfleksion tarmog'i yuragimizning chap tarafiga kelganda bitta tarmoq beradi. Ya'ni ular marginal arteriya, ya'ni arterial marginalis sinistra tarmog'ini beradi va yuragimizning chap qirrasini qon bilan ta'minlaydi va yuragimizning orqa tarafiga o'tib ketadi. Kardinal qon aylanishda bu yerda ko'rib turibmiz, qaysi zonalarda qon bilan ta'minlash haqida. O'ng kardinal arteriyani ko'rgan edik. Yuragimizning o'ng tarafida aylanib o'tardi. Ya'ni yuragimizning o'ng bo'lmacha va o'ng qorinchani oldingi devorlarini va interventrikular septumning orqa 3/1 qismini qon bilan ta'minlaydi. Uni marginal zonasi, ya'ni right marginal arteriya bor edi. Shuni yuragimizning o'ng tarafini qon bilan ta'minlar edi, aynan qirra qismini. Keyingisi, mana bu joyda lat haqida gaplashgan edik. Ya'ni chap oldinga tushuvchi arteriya. Bunda aynan mana bu qismda ko'rsatilgan bu yuragimizning oldingi qismini, chap qorinchani oldingi devorini va apex qismini va qorinchalararo to'siqni oldingi 3/2 qismini qon bilan ta'minlaydi. Va undan keyin bizda latdan keyin chap koronariy arteriya yirik tarmoq, sirkumfleksion tarmog'i bor edi. Bu yuragimizning orqa devorida aylanib o'tishdan oldin bizda left marginal arteriya tarmog'ini beradi va u yuragimizning chap qirra tarmog'ini, ya'ni qirra qismini qon bilan ta'minlar ekan. Keyingisi bizda koronariy arteriyalarning chegaralari, ya'ni qaysi koronariy qon tomir, qaysi yurakda qaysi devorni qon bilan ta'minlaydi. Eng yirik koronariy qon tomirlarida tromb ham eng ko'p hosil bo'lib qoladigan va infarktga sababchi bo'lgan qon tomir bu LAT, ya'ni left anterior descending arteria. Bunda qaysi qismlar qon bilan ta'minlaydi? Boya aytganimizdek, chap qorinchani oldingi devori, anterior septum qismini, 3/2 qismini va bizda apex qismini, yuragimizning cho'qqi qismini qon bilan ta'minlar ekan. Keyingisi sirkumfleksion tarmog'i yuragimizning lateral devorini qon bilan ta'minlaydi. Keyingisi PDA deyiladi, ya'ni posterior descending arteria. Bu o'ng koronariy arteriyaning bir tarmog'i hisoblanadi, ya'ni orqaga aylanib o'tuvchi tarmog'i hisoblanadi. Va bu inferior devorni, ya'ni orqa devorni qon bilan ta'minlaydi va qorinchalar to'siqni orqa 3/1 qismini qon bilan ta'minlar ekan. Xo'p, right coronary arteriya haqida gaplashadigan bo'lsak, right coronary arteriya bizda orqa devordan yuragimiz o'ng tarafidan aylanib o'tib turib, interventrikular septumning orqa 3/1 qismini qon bilan ta'minlaydi dedik. Lekin har doim ham u interventrikular septumning 3/1 qismini qon bilan ta'minlamaydi. Ba'zan bizda 10% holatlarda chap dominantlik degan narsa bor. Chap dominantlik deganda left circumflexion arteriya orqa qorinchalar to'siqni orqa 3/1 qismini qon bilan ta'minlab qo'yar ekan. Shu bizda chap koronar dominantlik hisoblanadi. O'ng koronar dominantlik deydigan bo'lsak, right coronary arteriya o'zi qon bilan ta'minlashi hisoblanadi. Koronar arteriyalar okklyuziyasi, ya'ni
ularda tromb bo'lib qolib turib miokard infarktga olib kelishi statistikasini oladigan bo'lsak, eng ko'pi bizda left anterior descending arteria bizda ko'p tromb hosil bo'lib turadigan va okklyuziyaga sabab bo'ladigan qon tomiri ekan. Keyingisi right coronary arteria, keyingisi esa circumflexion arteria bizda okklyuziyaga moyil qon tomiri ekan. Endi bizda qisqacha mitral klapan misolida ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda kardinal qon aylanishiga nimaga katta urg'u beryapmiz? Ularda qanday o'zgarish bo'lishini biz kardiyografiyasidan taxminiy EKGga qarab turib yoki ekokardiografiyaga qarab turib shu qaysi qon tomir to'silganligini bilsak bo'ladimi deydigan savol bo'lishi mumkin. Bunda bizda papillar muskullarni ko'radigan bo'lsak, papillar muskullar aynan chap qorinchani ko'radigan bo'lsak, left ventriculum. Left ventriculumda ikkita papillar muskul bor. Ya'ni anterior lateral, ya'ni oldingi, bu yerda ko'rib turibmiz, oldingi tarafda joylashgan. Anterior lateral va posterior medial, ya'ni bu yerda orqa qismida joylashgan va medial qismida joylashgan papillar muskulni ko'rib turibmiz. Aynan shunda bizda anterior lateral qismini ikkita qon tomir ta'minlar ekan. Ular qaysilar deydigan bo'lsak, right bu yerda circumflexion qon tomiri ham buni qon bilan ta'minlaydi va lat, ya'ni left anterior descending arteria ham qon bilan ta'minlar ekan. Posterior medial qismida esa faqatgina bitta qon tomir, ya'ni right coronary qon tomir, right coronary arteria qon bilan ta'minlar ekan. Endi bizda savol tug'ildi. Ya'ni eng bizda okklyuziyaga moyil qon tomir qaysi edi okklyuziyaga? Bu lat edi. Lat bizda okklyuziya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yuragimizning oldingi devori yo apex qismi ishemaga uchrab turib, miokard infarkti bo'ladigan bo'lsa, bizda qaysidir klapanda muammo bo'ladimi? Yo'q, muammo bo'lmaydi. Chunki bizda mana bu anterior lateral papillar muskullar lat to'silib qoladigan holatda bizda left circumflexion tarmog'i qon bilan ta'minlaydi va hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Lekin bizda right coronary arteria to'silib qoladigan bo'lsa, right coronary arteria faqatgina mana bu papillar muskulni, ya'ni posterior medial papillar muskulni qon bilan ta'minlar edi. Va bizda qon bilan ta'minlash buziladigan bo'lsa, shu papillar muskul ishdan chiqadi va bizda kuchli chap qorincha qisqaradigan bo'lsa, mana bu papillar muskul ishlamaganligi uchun klapanlarda muammo bo'lib turib, orqaga qaytishlar, regurgitatsiyalar mavjudligini bizda EKGda ko'rishimiz mumkin ekan, ya'ni ekokardiografiyada. Keyingisi elektrik sistemasi yurakda, ya'ni bizda sinatral tugun, abi tugun, gis tutamlari va Purkinje tollarini ko'rishimiz mumkin. Aynan bizda birinchi va ikkilamchi avtomatizm markazlari bor edi. Birlamchi avtomatizm markazi sinatral tugun, ikkilamchi avtomatizm markazi bizda abi tugun edi. Aynan bizda sinatral tugunda ham, abi tugunda ham qon bilan right coronary arteria ta'minlar edi. Agar bizda right coronary arteriyada to'silish okklyuziya bo'ladigan bo'lsa, sinatral tugunda yoki abi tugunda o'tkazuvchanlik sekinlashib ketarkan, sinatral tugunda impulslar ishlab chiqarishi pasayib ketadi va bizda puls tushib ketish holatlari yuzaga kelar ekan. Endi sizlar bilan muhim terminlar haqida gaplashib olamiz. Ya'ni yurakda muhim terminlar mavjud ishlashi uchun. Bulardan bittasi stroke volume, ejection fraction va cardiac outputlar hisoblanadi. Birinchisi ejection fraction nima? Bu yuragimiz bir marta qisqarganda chap qorincha qancha qonni chiqarib berishi hisoblanadi. Ya'ni bizda yuragimizda har qisqarganda ma'lum bir miqdorda qonni aortaga chiqarib beradi chap qorinchamiz. Shuni hisoblash usuli bor. Ya'ni bu end diastolic volumedan end systolic volumeni ayirmasiga teng ekan. Ya'ni buni topish uchun bizda ekokardiografiya qilinadi. Ya'ni EKG, yurak uzisi hisoblanadi. Ekokardiografiya qilib turib, bizda birinchi o'rinda end diastolic volumeni topib olamiz. Ya'ni end diastolic volume degani oxirgi diastolik hajm degani. Ya'ni chap qorinchamiz maksimal kengayganda, oxirigacha kengayganda diastol paytida qancha qonni sig'dira olishi. Bu diastol oxirida qorincha bo'shlig'iga to'planadigan maksimal qon hajmi hisoblanadi. Va chap qorinchamiz maksimal diastol bo'lganda ma'lum miqdorda qon kiradi. Shuni misol tariqasida
oladigan bo'lsak 100 millilitr. 100 millilitr qon kirdi. Shulardan endi end sistolik volyumni topib olamiz. End sistolik volyum bu sistola oxirida, ya'ni oxirgi sistola paytda qancha hajm qon qolishi. Ya'ni bizda chap qorinchamiz maksimal qisqargan taqdirda ham ma'lum miqdorda qon qolib ketadi. Shu qon qolib ketgan qonni end sistolik volyum, ya'ni oxirgi sistolik hajm deb atar ekanmiz. Endi chap qorinchamiz maksimal qisqarganda bu yerda 30 millilitr qon qolib ketdi deb hisoblaylik. Ya'ni oxirgacha chiqara olmaydi uni. Endi ayiradigan bo'lsak qancha bo'ladi? 70 millilitr. Ya'ni 70 millilitr qonni aortaga chiqarib berdi. Bizda dastlab oxirgacha kengayganda 100 millilitr qon kirgan edi. Endi oxirgacha qisqarganda 30 millilitr qon qoldi. Qolgani aortaga chiqib ketgan qon hajmi hisoblanadi. Endi shu narsa stroke volyumga teng hisoblanadi. Ya'ni stroke volyum end diastolic volyum bilan end systolic volyumda ayirmasiga teng ekan. Endi ejection fraction degan tushuncha bor, ya'ni fraksiya vibratsiya deyiladi. Ejection fraction nima? Aynan shu stroke volyum, ya'ni bir marta qisqarganda qancha qonni chiqarishni foiz ko'rsatmasi hisoblanadi. Biz de topib oldik. Bu narsa 100 millilitrdan 30 ayirgan edik, 70 millilitr. Ya'ni 70 millilitr qonni aortaga chiqarib berdi, chap qorinchamiz maksimal qisqarib turib. Endi bizda dastlab qancha bor edi? Dastlab 100 millilitr qon bor edi. Shu narsa foizda topadigan bo'lsak, bizda 70%, ya'ni ejection fractionimiz bizda 70% ga teng ekan. Bu normal ko'rsatkich 55% dan yuqori bo'lishi kerak ekan. O'rtacha katta odamlarda 60-70 millilitr chiqadi. Endi cardiac output tushunchasini gaplashib olamiz. Cardiac output nima? Bu yuragimiz 1 minutda qancha qonni otib berishi hisoblanadi. Ya'ni bu stroke volume. Ya'ni bir marta qisqarganda qancha qonni chiqarib berishi va heart rate, ya'ni yurak qisqarishlar soni 1 minutda. Endi hisoblaydigan bo'lsak, stroke volyumimiz 70 millilitr deb oldik. Ya'ni yuragimiz bir marta qisqarganda o'rtacha 70 millilitr qonni otib berdi. Shuni endi yuragimiz qancha qisqaradi 1 minutda? 60 dan 90 oralig'ida. Biz shuni 70 deb olaylik o'rtacha. Ya'ni yuragimiz bir marta qisqarganda 70 millilitr qonni otib berar ekan. Endi 1 minutda necha marta qisqaradi? 70 marta. Demak, shu narsa 4.9, ya'ni 4900 bo'ladi. Litrga o'tkazadigan bo'lsak, 4.9 litr qonni 1 minutda otib berar ekan. Shu narsa aynan bizda cardiac output deyiladi. Ya'ni yuragimiz 1 minutda 4.9 litr, ya'ni o'rtacha taqriban 5 litr qonni aortaga chiqarib berar ekan. Bular haqida gaplashib chiqdik. Keyingisi ko'radigan narsamiz bizda yana terminlar bor. Venöz qaytish. Venöz qaytish nima? Bu chap qorinchaga qaytayotgan qon hajmi hisoblanadi. To'g'ri, sal boshqacha eshitilishi mumkin, chunki venöz qaytish bu vena qon tomirlaridan bo'lmachaga qaytadi-ku degan savol bo'lishi mumkin. To'g'ri savol, bo'lmachaga ham qaytadi. Aynan shu bo'lmachadagi qon hammasi 100% qolib ketmasdan bizda qorinchaga ham o'tadi. Shuning uchun bizda chap qorinchaga quyilayotgan qon hajmi desak ham to'g'ri chiqadi. Chunki bizda chap qorinchamiz maksimal qisqarganda uning ichida qon qolib ketadi. Lekin bo'lmachamiz maksimal qisqarganda uning ichida qon qolib ketmaydi. Hammasi qorinchalarga o'tadi. Venöz qaytish bu vena qon tomirlaridan yurak bo'lmalariga yoki qorinchalarga tushayotgan qon hajmi hisoblanar ekan. Bu cardiac outputga teng deb aytayapti. Ya'ni cardiac output yuragimiz 1 minutda qisqarganda qancha qonni otib berishi hisoblanadi. Ya'ni biz taqriban 5 litr dedik. Ya'ni 1 minutda yuragimiz cardiac outputi 5 litrga teng. 1 minutda yuragimiz 5 litr qonni otib berar ekan. Endi venöz qaytish qanday ahamiyatga ega? Venöz qaytish yuragimizda nasos funksiyasini bajaradi dedik. Aynan nasosni ko'z oldimizda keltirishimiz kerak. Nasos 5 litr qonni otib berish uchun qancha qonni so'rib oladi? Masalan, ariqlarga o'rnatilgan nasosni oladigan bo'lsak, ariqlarga o'rnatilgan nasosimiz 1 minutda 5 litr qonni agar otib beradigan bo'lsa, 5 litr qonni boshqa ariqdan tortib olishga to'g'ri keladi. Ya'ni 5 litr ariqdan qonni tortib oldi va 5 litr qonni agoratlarga chiqarib berdi. Yuragimiz ham xuddi shu prinsip asosida ishlaydi. Ya'ni bizda venöz qon tomirlaridan qancha qon
yurakka kelayotgan bo'lsa, shuncha qonni otib beradi. Bu shuning uchun kardiak outputga venöz qaytish teng deb aytib o'tdik. Keyingisi umumiy periferik qarshilik. Bu yuragimiz otib berganda umuman hamma qon tomirlar ko'rsatadigan qarshilik hisoblanadi. Bu vazokonstruksiya holatda ortadi. Ya'ni umumiy periferik qarshilik qon tomirlar qisqaradigan bo'lsa ortadi, qon tomirlar vazodilatatsiya holatda esa kamayadi. Buni misolda bitta bolani sharga yoki ma'lum bir nayga puflashini oladigan bo'lsak, nay qancha tor bo'ladigan bo'lsa, bu bola puflab turib naydan havoni chiqarib yuborish shuncha qiyin bo'ladi. Agar mana bu nay kengroq bo'ladigan bo'lsa, bemalol puflab turib havoni chiqara oladi. Xuddi shu narsani tushunishimiz kerak. Umumiy periferik qarshilik vazokonstruksiya holatda ortadi, vazodilatatsiya, ya'ni qon tomirlar kengayadigan paytda esa kamayar ekan. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa Frank-Starling qonuni. Bu yurakda ishlashda fiziologik xususiyatlardan muhim qonunlardan biri hisoblanadi. Bu Frank-Starling qonunda yurak mushak tolalari diastalada qancha ko'proq cho'ziladigan bo'lsa, ya'ni preload, ya'ni unga kelayotgan qon hajmi qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, sistola paytida shuncha kuchliroq qisqaradi deb aytilgan. Ya'ni natijada stroke volume, zarba hajmi shuncha yuqori bo'ladi. Ya'ni buni oddiy talqin qiladigan bo'lsak, yurakka qancha ko'p qon keladigan bo'lsa, shuncha ko'proq qonni chiqarib bera oladi. Mexanizmi qanaqa? Diastalada ko'proq qon keladi, sarkomerlar shuncha kuchliroq cho'ziladi. Sarkomerlar qancha kuchliroq cho'ziladigan bo'lsa, aktin miyozin filamentlari optimal ustma-ust tushadi va ko'proq cross bridge deyiladi, ya'ni ustma-ust tushadigan ko'prik hosil qilishi shunchalik kuchli bo'ladi. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, qizil nuqtalar, ya'ni ko'prik hosil qiluvchi, ya'ni aktin miyozin komplekslarini hosil qiluvchi nuqtalar hisoblanadi. Agar mana bu sarkomerlar, aktin miyozinlar qancha kuchliroq cho'ziladigan bo'lsa, mana bu qizil nuqtalarga bir-biriga yaqinlashi shuncha kuchliroq bo'ladi va bu yerda kalsiyni sezuvchanligi ham ortadi va ustma-ust tushadigan aktin miyozin komplekslari ham ortadi va yuragimiz shuncha kuchliroq qisqarib berar ekan. Keyingisi qon bosim. Qon bosim yurak sikli davomida ikkita sikldan iborat hisoblanadi yurak siklimiz. Ya'ni birinchisi yurakning sistolik funksiyasi va diastolik funksiyasi. Sistolik sikli va diastolik sikllardan iborat hisoblanadi. Endi qon bosimi ham ikki xil bo'ladi. Sistolik qon bosim va diastolik qon bosimlarga farqlanadi. Ya'ni biz o'lchaydigan 120 ga 60, 120 ga 70, 130 ga 80 deydigan har xil qon bosimlarimiz ikkita qismdan iborat ekan. Bulardan birinchisi, ya'ni yuqori qismda chiqadigan bu sistolik qon bosimi, keyingisi esa diastolik qon bosimlardan iborat ekan. Sistolik qon bosim asosan stroke volume'ga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni yuragimiz qisqarganda qancha qon otib berishiga bog'liq hisoblanadi asosan. Va diastolik funksiya bu umumiy periferik qarshilikka bog'liq. Ya'ni bizda yuragimiz qisqarganda emas, kengayib turgandagi qon bosim hisoblanadi. Va kengayib turganda hech qanday yuragimiz napor bilan qonni haydamaydi. Faqatgina qon tomirlarida hosil bo'lgan bosim hisoblanadi va u umumiy periferik qarshilikka bog'liq ekan. Keyingisi qon bosimida yana muhim funksiyalardan, ya'ni muhim terminlardan bittasi bu mean arterial pressure, ya'ni o'rtacha arterial bosim hisoblanadi. O'rtacha arterial bosim nimaga kerak bizda? Eng kerakli nuqtasi bizda perfuziyani qanday amalga oshyapti. Ya'ni qon bosimi necha yurishiga qarab, masalan, kimdir 110 ga 70, kimdir 120 ga 80 yurishi mumkin. Qon bosim tushib ketgan holatlarda yoki qon bosim 200 ga 100 yoki 90 ga 60 yoki 70 ga 50 bo'ladigan holatda perfuziya qanday kechayotganligini aniqlash uchun o'rtacha arterial bosimni hisoblashimiz kerak ekan. O'rtacha arterial qon bosimni o'lchash uchun bizda formula bor. Bu formulada diastolik qon bosim va sistolik bilan diastolikning farqini 3 dan 1 qismini qo'shganimizdagi ko'rsatkichga o'rtacha qon bosim hisoblanar ekan. O'rtacha qon bosimni misol tariqasida 120 ga 80 qon bosimi bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda
Birinchi o'rinda nima kerak ekan? Diastalik qon bosim. Diastalik qon bosim kichigi hisoblanadi. Ya'ni umumiy periferik qarshilikdan hosil bo'layotgan qon bosim. Buni 80 deb oladigan bo'lsak va bizda nima kerak keyingisi? Sistolic qon bosimi bilan diastalik qon bosimning farqi. Buni farqi nechaga teng ekan? 40 mm simobustonga teng ekan. Va shuni 3 dan 1 qismini olamiz ekan. Bu 3 bo'ladigan bo'lsa, bir qismi qancha deb topadigan bo'lsak, 13/3. Ya'ni bizni 80 ga 13/3 ni qo'shadigan bo'lsak, 93 ga teng ekan. Ya'ni bu o'rtacha qon bosim 93/3 ga teng ekan. Shu ko'rsatkich bizda o'rtacha arterial bosim agar normadan tushib ketadigan bo'lsa yoki normadan oshib ketadigan bo'lsa, bizda to'qima organlarga perfuziyasi, ya'ni kislorod, qon, karbondioksid va kislorod almashinuvi buzilganligidan dalolat beradi. Keyingi ko'rsatkich bizda kardiak output haqida gaplashishimiz kerak ekan. Kardiak output juda muhim fiziologik parametr hisoblanadi bu. Ya'ni yuragimiz 1 minutda qancha qonni to'qima organlarga, aortaga chiqarib berishini ko'rsatkichi hisoblanadi. Xo'p, bu talabga mos ravishda ortishi kerak. Ya'ni yuragimiz tez uradigan bo'lsa ham, sekin uradigan bo'lsa ham, kardiak outputimiz bunga mos ravishda o'zgarish kerak ekan. Kardiak output endi hisoblaydigan bo'lsak, heart rate bilan stroke volume, ya'ni yurak urishlarni, 1 minutda yurak urishlarini bizda 1 marta qisqarganda qancha qon otib berishiga ko'paytmasiga teng ekan. Ya'ni bizda 1 minutda qancha qonni otib beryapti, shu ko'rsatkichga teng. Endi bizda yuragimiz ko'proq ish bajaradi qachonki har minutda ko'proq yurak urishi sodir bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni 1 minutda 70 ta qisqaradigan bo'lsa, yuragimiz har qisqarganda 70 ml qon otib beradigan bo'lsa, 4-9 litr qonni otib beradi to'qima organlarga. Agar shu qisqarishlar soni ko'payadigan bo'lsa, nechta deylik? 100 ta qisqarishlar bo'ladigan bo'lsa, 70 ml qonni otib beradigan bo'lsa, 7000 ml, ya'ni 7 litr qonni to'qima organlarga chiqarib berar ekan. Ya'ni yurak urishimiz har minutda ko'payadigan bo'lsa, shuncha ko'proq ish bajarar ekan yuragimiz. Endi har minutda otadigan hajm ortadigan bo'lsa-chi, ya'ni yuragimiz 70 ta uryapti, lekin har minutda 70 ml emas, 100 ml qonni chiqarib beryapti. Shunda baribir ham 7 litr, ya'ni bizda har minutda otgan qon hajmi ortsa ham va har minutda yurak urishlar soni ortsa ham bizda yuragimiz ko'proq ish bajarar ekan va shu ishga mos ravishda kardiak output ham oshishini ko'rib turibmiz. Keyingisi kardiak output nimalarga bog'liq, nimalar orqali aniqlanadi? Bizda birinchisi preload, ya'ni oldingi yuklamaga qarab turib o'zgarar ekan. Keyingisi afterload, ya'ni keyingi yuklama yuragimizda. Keyingisi contractility, ya'ni qisqaruvchanlikka bog'liq ekan va yurak qisqarishlar soniga bog'liq ekan. Bularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, preloadga nimaga bog'liq, ya'ni oldingi yuklamaga nimaga bog'liq degan savol tug'ilishi mumkin. Chunki yuragimiz kardiak output 1 minutda yurakni otib berishi kelayotgan qonga nima daxli bor deydigan bo'lsak, biz Frank-Starling qonunini eslashimiz kerak ekan. Ya'ni Frank-Starling qonunida nima deyilgan? Yurakka qancha ko'p qon keladigan bo'lsa, shuncha ko'p qonni chiqarib beradi. Endi bizda preload, oldingi yuklama, ya'ni yurakka kelayotgan qon hajmi qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, kardiak outputimiz ham shuncha ko'p bo'lar ekan. Ya'ni yurakka 70 ml qon keladigan bo'lsa, 70 ml qonni chiqarib bera oladi. Bu normal holatda. Endi yurakka preload ortadigan bo'lsa, ya'ni 100 ml qon keladigan bo'lsa, 100 ml qonni chiqarib berar ekan. Endi bizda kardiak outputimiz ham shunga mos ravishda ortyapti. Keyingisi afterload, keyingi yuklama, ya'ni yuragimiz qonni ko'proq otib beradigan bo'lsa, qiynalmasdan, zo'riqmasdan bizda kardiak outputimiz oshishi tabiiy ravishda oshar ekan. Masalan, bizda yurak yetishmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, yurakka 70 ml qon keladigan bo'lsa, yurak yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, shundan 60 ml ni otib beradi va dimlanish sodir bo'ladi yurakda. Va yurak yetishmovchilikda oqibati nima edi? O'pkada shishlar bo'ladi, oyoqlarda, qo'llarda, yuzlarda shishlarni ko'ramiz. Yurak yetishmovchiligi bor bemorlarda. Aynan shu funksiyasi buzilar ekan. Frank-Starling qonuni buzilar ekan. Keyingisi qisqaruvchanlik. Qisqaruvchanlik ham kardiak output bog'liqligini ko'rib chiqdik. Ya'ni
yuragimiz qanchalik kuchli qisqaradigan bo'lsa, shuncha ko'p qonni chiqarib beradi to'qima organlarga. Masalan, ejection fractionimiz 60-70 foizga teng bo'ladi o'rtacha deb aytdik. Ya'ni bizda bitta odamda 60 millilitrga 60% ga teng. Ya'ni bir marta qisqarganda 60%ni chiqarib beradi to'qima organlarga. Endi shu qisqaruvchanlik ortaydigan bo'lsa, yuragimizda 70 millilitr yoki 80 millilitrga teng bo'ladi ejection fractionimiz. Ya'ni bir marta kuchli qisqarganda 70 millilitr qon ortaydigan bo'lsa, kardiak outputimiz, ya'ni 1 minutda otib beradigan qon hajmi ham ortar ekan. Keyingisi yurak qisqarishlari soni. Buni ko'rib chiqdik. Ya'ni yuragimiz 70 millilitr 70 marta qisqaradigan bo'lsa, har 1 minutda 70 millilitr ortaydigan bo'lsa, 5 litr. Agar 100 marta qisqaradigan bo'lsa, 7 litr qonni otib berishini ko'rib chiqdik. Keyingi ko'radigan muhim funksiyalardan birinchisi, boshida ham ko'rib chiqdik, preload, ya'ni oldingi yuklama. Bu chap qorinchaga quyiladigan qon hajmi hisoblanadi. Ya'ni bizda preload to'qima organlardan yig'ilgan hamma qonimiz qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizda shuncha ko'p qonni otib berar ekan yuragimiz. Qorincha mushak tollar diastal oxirida qancha kuchli cho'ziladigan bo'lsa, shuncha sistala paytida shuncha kuchliroq qisqaradi degan Frank-Starling qonunini eslashimiz kifoya ekan. Bu yerda ko'rsatilgan, ya'ni preload ortaydigan bo'lsa, kardiak outputimiz ham ortadi. Ya'ni yurakka kelayotgan qon hajmi agar ortaydigan bo'lsa, baland bo'ladigan bo'lsa, yurakdan chiqayotgan qon hajmi ham shunga mos ravishda ortishi buni yaqqol misoli ekan. Xo'p, bizda preload ortaydigan bo'lsa, yurakda qon otib berish ham ortadi, yurak ko'proq ishlaydi va kislorodga talabi ham ortar ekan. Shuni ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yuragimiz ko'proq ishlasa, koronal qon tomirlarida qon aylanishi ham tezlashadi. Ya'ni kislorodga talabi ortishi hisobiga. Xo'p, preload qachon ortadi? Preload bizda hajm ko'proq ortaydigan bo'lsa, preload ham ortadi, ya'ni oldingi yuklama ham ortadi. Buni misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, ariqdan suvni olib turib nasos agregatga chiqarib berishni misol tariqasida ko'rdik. Ya'ni agar bizda ariqdagi suv kamayib ketadigan bo'lsa, nasosga yaxshi suv kelmaydigan bo'lsa, ya'ni havo so'rib turib suv tortadigan bo'lsa, bizda agregatga chiqayotgan qon hajmi ham kamayib ketadi. Agar bizda ariqda suv normalniy bo'lib turib to'la bo'ladigan bo'lsa, yuragimiz normal qonni agregatga ortib beradi. Xuddi shu narsani tasavvur qilib olishimiz kerak. Suyuqlik qachon ortadi preload? Ya'ni oldingi yuklama qachon ortadi? Bizda suyuqlik kuyganda, ya'ni qon bo'lishi mumkin, infuzion eritmalar bo'lishi mumkin. Masalan, glyukoza, natriy xlor, resorbilay degan eritmalarimiz bor. Infuzion terapiyalarda ishlatiladigan. Xuddi shu narsalar kuyiladigan bo'lsa, bizda preload ortadi. Keyingisi yurak sekinroq urganda. Yurak sekinroq urganda nima bo'ladi? Bizda bo'lmachalarimiz ma'lum bir vaqt davomida kengayadi va kengayganda aynan vena qon tomirlarida, ayniqsa yuqori pastki venalarda olishimiz mumkin yoki o'pkadan kelayotgan vena qon tomirlarida oladigan bo'lsak, shulardan quyiladigan qon hajmi bemalolroq to'ladi. Ya'ni bo'lmachalarimiz sekinroq, yuragimiz sekinroq kengayadigan bo'lsa, shuncha ko'proq qonni ichkariga sig'dirib oladi va to'lish fazasi ortadi va hajm ham ko'proq oladi. Agar bizda yuragimiz juda tez urib ketadigan bo'lsa, endi qon quyilib turgan paytda qisqarib yuboradi va klapanlar yopilib qoladi, qon yaxshi kirmay qoladi. Shu narsani aytmoqchi bo'lyapti. Keyin vazokonstriksiya holatlarida, ya'ni qon tomirlar spazm beradigan bo'lsa, bizda preload ortadi. Nima uchun? Bizda vazokonstriksiya holatlarida vena qon tomirlar torayadi. Vena qon tomirlar bizda yurakda deposi hisoblanadi va vena qon tomirlarida qonni asosiy qismi, ya'ni 60-70% qon tomirlar vena qon tomirlarida saqlanadi va bizda vazokonstriksiya bo'ladigan bo'lsa, shu 60-70% holatdagi depo qon hajmi yurakka ko'proq keladi va preload ortishiga sabab bo'lar ekan. Xo'p, venalar kengaygan paytda juda katta qon depo hosil bo'ladi. Ya'ni bizda mana bu vena qon tomiri bo'ladigan bo'lsa, shu kengayadigan bo'lsa, 60-70% holatda qonni saqlab turar ekan. Agar shu narsa qisqaradigan bo'lsa, bizda ko'proq qon yetib kelar ekan.
Keyingi narsa preload qachon kamayadi? Ya'ni yurakka kelayotgan qon hajmi qachon kamayadi? Suyuqlik yo'qotganda, ya'ni bizda qon ketishlar bo'lsa yoki suvsizlanish, odamda ich ketish, ko'ngillanish bo'lsa, degidratatsiya bo'ladi. Shu holatlarda bizda yurakka kelayotgan qon hajmi kamayib ketadi. Xuddi shu narsani nasos sifatida ko'rib chiqdik. Ya'ni nasosda suv qachon kamayib qoladi? Nasosga kelayotgan suv hajmi. Ya'ni ariqda suv kamaysa, ariqda suv qachon kamayadi? Ya'ni ariqda suv boshidayoq to'xtatilsa. Bizda ham xuddi shunday aytsa, yurakka kelayotgan qon hajmi qachon kamayadi? Qon yo'qotganda yoki suyuqlik yo'qotganda sodir bo'lar ekan. Yoki yurak qisqarishlar soni ortadigan bo'lsa, ya'ni bizda yurak qisqarishlar soni juda tez bo'ladigan bo'lsa, to'lish fazasi kamayib ketadi. Ya'ni bo'lmachalarimizga qon kamroq kirishi bilan yana qisqarish davom etadi-da, hali to'lishga ulgurmagan bo'lmachalarimiz qisqarib boradi va bizda preload kamayishiga olib kelar ekan. Va qon zaharlanib qolganda, ya'ni vena qon tomirlarida. Bizda qon tomirlar kengayadigan bo'lsa, ayniqsa vena qon tomirlar. Shu qon zaxirasi depo holatida saqlanib qoladi, yurakka kamayib ketar ekan, yurakka kelishi. Buni nima misolda ko'ramiz? Ya'ni nitratlar berganimizda. Masalan, yurakda kuchli og'riq bo'ladigan bo'lsa, bizda nitratlar beramiz. Nitratlar nima qiladi? Yurakka kelayotgan va chiqayotgan qon hajmini kamaytirib beradi. Ya'ni bu aynan vena qon tomirlarini kengaytirishini misolida ko'rishimiz mumkin ekan. Preload kamayadigan bo'lsa, yurak ishi ham kamayadi. Ya'ni bizda angina, ya'ni yurakdagi og'riqlar bezovta qilib turganda nima bo'ladi? Yurakda ishemiya bo'ladigan bo'lsa, yurakda kuchli og'riq beradi. Yurakda ishemiya qachon bo'ladi? Yurak ishi tezlashganda. Bizda nitratlar berganimizda yurak urishi sekinlashadi. Nimaga? Chunki unga kelayotgan yuklama kamayyapti. Yuklama kamaygandan keyin yurakdan chiqayotgan qon hajmi ham kamayadi va bizda og'riqlar kamayar ekan, yurak urishi, ya'ni yurak qisqarish soni kamayishi hisobiga, ishi kamayishi hisobiga. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa afterload. Bu keyingi yuklama. Ya'ni after keyingi, load yuklama degan ma'noni anglatadi. Keyingi yuklama. Bu chap qorinchadan chiqayotganda oqimga qarshilik qiladigan kuch hisoblanadi. Ya'ni bizda chap qorinchamiz qisqaradigan bo'lsa, shunga qarshilik ko'rsatadigan narsamiz bu afterload yuzaga keltiradi. Afterload ortishi yoki kamayishi yurakning funksiyasiga, fiziologik holatlarga ta'sir qiladi. Buni misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, afterload qachon ortadi? Afterloadga ortishiga sabab bo'ladigan narsalar. Birinchisi qon bosimida ortishi. Buni nima misolda ko'radigan bo'lsak, ya'ni qon bosimi 120 ga 80 bo'ladiganda bizda yuragimiz zo'riqmay ishlaydi va bemalol qonni otib beradi. Agar qon bosimi 180 yoki 200 ga ko'tariladigan bo'lsa, yoki ba'zilar aytadi, meni qon bosimim 140 ga normallashib qoldi deydigan so'zlarni ishlatadi. Bu xato narsa. Yurak doimo normal ishlash uchun qon bosim 130 yoki 120 dan past bo'lishi kerak. 140 yoki undan baland bo'ldimi, bu arterial qon bosimi hisoblanadi va yurak doimo zo'rqib ishlashni boshlaydi. Keyingisi aortal klapanning qattiqlashishi yoki torayishi. Ya'ni chap qorinchamiz qisqarganda aorta qon tomiridan aortaga qon o'tadi klapan orqali. Agar shu klapanlar torayib qoladigan bo'lsa, xuddi naycha tor naychadan puflaganimizda qiyinchilik yuzaga kelganda bizda afterload ham ortishiga sabab bo'ladi. Ya'ni aortadan qon chiqishi qiyinlashadi. Keyingisi gipertrofik kardiomiyopatiyalar yoki subaortik membrana hosil bo'lganda bizda afterload ortishiga sabab bo'ladi. Bu haqida gaplashib o'tamiz. Afterload ortishiga sabab bo'ladigan narsa o'rtacha qon bosimi ortishi. Ya'ni qon bosimi ortadigan bo'lsa, bizda qiyinroq yurak nagruzka bilan qonni otib beradi va afterload ortadi. Va chap qorincha chiqarish qismidagi obstruksiyalar, ya'ni bizda gipertrofik kardiomiyopatiyalarda aytib ketdik yoki stenozlarda aytib ketdik. Bularni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ko'ramiz, chap qorinchaga qon quyildi va aortada hech qanday muammolar bo'lmaganda klapanlar orqali o'tib bizda afterload ortishiga sabab bo'lmaydi. Agar bizda gipertrofik kardiomiyopatiya bo'ladigan bo'lsa, bizda mana bu qismda yurakdan chiqayotgan, chap qorinchadan chiqayotgan qon hajmi qiynalib o'tadi
va afterload keyingi yuklama ortishiga sabab bo'ladi. Keyingi esa aortal stenozlar. Mana bu joyda chap qorinchaga qon o'tdi va biza normal aortik valva, ya'ni aortik klapanlar normal bo'ladigan bo'lsa, zo'riqmay bemalol qon o'tadi. Agar bizda aortik stenozlar yuzaga keladigan bo'lsa, bu yerdagi chap qorinchadagi qon qiynalib o'tadi. Ya'ni bu yerda aortik klapan torligini ko'rib turibsizlar va afterload ortishiga sabab bo'lar ekan. Keyingisi afterload qachon kamayadi? Bunda yurakda keyingi yuklamasi kamayadi. Qachonki qon bosim tushadigan bo'lsa. Qon bosim tushadigan bo'lsa, bizda hech qanday bosim yuzaga kelmaydi, qarshilik ko'rsatmaydi va afterload pasayishiga, ya'ni keyingi yuklama pasayishiga sabab bo'ladi. Aortal klapan stenozi yoki gipertrofik kardiomiyopatiyalar davolash. Bu ham afterload kamayishiga olib keladi. Ya'ni klapan stenozi yechilganda bemalol qon stenoz, ya'ni toraygan qon tomir orqali o'tmaydi, keyingina darvoza deymizmi yoki klapan orqali bemalol o'ta oladi. Yoki gipertrofik kardiomiyopatiyalar davolanganda bunda obstruksiya yuzaga kelmaydi va qon bemalol o'ta oladi. Bu esa afterload yana bir narsa ko'rib chiqadigan narsamiz, afterload ortishi yurak ishini ortishiga sabab bo'ladi. Ya'ni stenozlar yoki gipertrofik kardiomiyopatiyalar bo'ladigan bo'lsa, yurak qiynalib ishlaydi yoki qon bosimi ortadigan bo'lsa, yurak qiynalib ishlaydi va qisqaruvchanlik ham ortishiga sabab bo'ladi va yuragimiz kattalashishni boshlaydi va yurak ishemik kasalliklariga olib keladi va yuragimiz ko'proq ish bajarganda kislorod sarfi ham ortib ketar ekan. Keyingisi kontraktility, ya'ni qisqaruvchanlik funksiyasi. Bu yurak mushaklarini qisqarish kuchi hisoblanadi. Ya'ni u qanchalik kuchli bo'lsa, qonni shunchalik kuchli otib beradi. Ya'ni bizda ejection fractionimiz 50 yoki 70, 80 deb har xil foizlarni ko'rsatamiz. Shu narsa ortishiga sabab bo'lar ekan. Bu ko'rsatkich bu yerda ham ko'rsatilgan, ya'ni fraksiya vibratsiya ejection fractionga teng hisoblanadi. Asosan bu narsa simpatik nerv sistemasi orqali boshqaradi. Agar bizda simpatik nerv sistemasi aktivlanadigan bo'lsa, ya'ni adrenalin, noradrenalin ko'payadigan bo'lsa, bu beta 1 adrenal retseptorlarini qo'zg'atadi va kalsiy oqimi ko'payadi yurakda. Kalsiy oqimi ko'payadigan bo'lsa, aktiv miyozin komplekslari shuncha mustahkam bo'ladi va yurak kuchliroq qisqarishiga sabab bo'lar ekan. Demak, simpatik nerv sistemasining qo'zg'alishi yurak urishini ham kuchini ham oshirib berar ekan. Ya'ni yurak urish soni ham ortadi va yurakda qisqaruvchanlik funksiyasi ham, ya'ni kuchi ham ortishiga sabab bo'lar ekan. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa kontraktility, ya'ni qisqaruvchanlik qachon kuchayadi. Bu simpatik nerv sistemasi faollashganda. Bunda ko'rib chiqdik, ya'ni adrenalin, noradrenalin kalsiy kanallarini ochilib turib, kalsiyni ko'proq zaxirasini chiqishiga sabab bo'ladi va qisqaruvchanlik ortishiga sabab bo'lishini ko'rib chiqdik. Ya'ni bular katexoliaminlar hisobiga o'zgarib turar ekan. Bu narsa haqida keyingi slaydlarimiz yoki darslarimizda to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Bu qachon sodir bo'ladi? Simpatik nerv sistemasi qachon faollashadi? Jismoniy mashq bajarganimizda yoki stress holatlarda bizda kontraktility, ya'ni qisqaruvchanlik ortib ketar ekan. Keyingisi simpatoadrenomimetiklar ta'sirida. Ya'ni dopamin, dobutamin yoki epinefrin yoki noradrenalinlar ta'sirida sodir bo'lar ekan. Bu ham simpatik nerv sistemasi faoliyati bilan bir xil ta'sir mexanizm, faqatgina dorilar ta'sirida, medikamentos ta'sirini sifatida keltirilgan. Keyingisi digoksin yurak glikazidi hisoblanadi. Buni ta'sir mexanizm qanaqa? Bu natriy kaliy pompa ingibitori hisoblanadi. Ya'ni bizda natriy kaliy pompa ingibitorlari nima qiladi? Natriyni hujayra ichida ortishiga sabab bo'ladi. Ya'ni hujayra ichida natriy ko'payib ketadi. Hujayra ichida natriy ko'paysa nima bo'ladi? Bu aynan bizda natriy kalsiy atefazani faoliyatini pasaytiradi. Natriy kalsiy atifaza faoliyati kamayib ketadigan bo'lsa, kalsiy hujayra ichida ko'proq qolib ketadi. Ya'ni agar natriy hujayra ichida ko'payadigan bo'lsa, kalsiy chiqib ketmaydi. Kalsiy ko'payib chiqib ketmasligi tashqarida kardiomiyostlarda kuchliroq qisqarishiga olib kelar ekan. Digoksin, ya'ni yurak glikazidlanish mexanizmi shu hisoblanadi. Keyingisi kontraktility, ya'ni qisqaruvchanlik qachon kamayadi? Simpatik sistemani bloklovchi dorilar, ya'ni beta blokatorlar, biz bilamizki bisoprolol
yoki savdo nomi kamko'r, emko'r holatlarda chiqadi. Aynan shu narsalar yurak qisqarish soni va kuchini kamaytirishga olib kelar ekan. Keyingisi kalsiy kanali blokatorlar. Masalan, verapamil, diltiazemlarda olsak bo'ladi. Bu kalsiyni zaxira holatda saqlashini kuchaytirib yuboradi. Ya'ni kalsiyni sarkoplazmatik retikulumdan chiqishini bloklaydi va bizda aktiv miyozin kompleksi hosil bo'lmaydi va qisqaruvchanlik kamayib ketadi. Yurak yetishmovchiliklar bizda qisqaruvchanlikni kamaytirishiga olib keladi. Masalan, kardiomiyostlarning shikastlanishi, miokard infarkt holatlari, shu holatlar bizda kontraktillikning kamayishiga olib kelar ekan. Keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa yurak urishi. Fiziologik holatda yurak urishi ortadigan bo'lsa, bizda kardiak output ham oshadi. Ya'ni bizda yurak qisqarishlar soni 70 ta bo'lsa, har minutda har yurak urganda, ya'ni zarf hajmi 70 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu 4-9, ya'ni taxriban 5 litr qonni otib beradi deb hisobladik. Agar yurak qisqarishlar soni 100 taga ortadigan bo'lsa, har qisqarganda 70 ml qon otib beradigan bo'lsa, bu 7 litrga ortishini hisoblaganda ko'rib chiqdik. Ya'ni fiziologik holatda bu ortadi. Bu qachon yuzaga keladi yurak urishi ortishi? Bu simpatik nerv sistemasi aktivlanganda, ya'ni yugurganimizda yoki jismoniy zo'riqqanimizda yoki bizda asabiylashgan holatlarimizda simpatik nerv sistemasi aktivlanadi va bizda yurak urishi tezlashishiga olib keladi. Yoki simpatomimetik dorilar ta'sirida, ya'ni adrenalin, noradrenalin, dopamin, doputaminlar ta'sirida bizda simpatik nerv sistemasi aktivlanar ekan. Keyingisi qachonki yurak urishimiz kamayadi deydigan bo'lsa, beta blokatorlar yoki kalsiy kanali blokatorlar hisobiga bizda yurak qisqarishi soni kamayar ekan. Yurak urishi ortishi strok volyumini kamayishiga olib kelar ekan. Qachonki bizda diastole vaqti qisqarishiga olib keladigan bo'lsa, ya'ni o'zi aslida yurak qisqarish soni ortadigan bo'lsa, mana bu hisob-kitoblarga ko'ra, yurak qisqarish soni ortadigan bo'lsa, bizda stroke volume o'zgarmaydi, lekin cardiac output, ya'ni 1 minutda qancha qonni otib berish soni ortadi. Lekin bizda zarf hajmi, ya'ni bitta qisqarganda qancha qonni otib berishi o'zgarar ekan, yurak qisqarishlar soni nechtaligiga qarab turib. Ya'ni yurak qisqarishlar soni bu yerda yaxshiroq ko'rsatilgan, ya'ni heart rate, yurak qisqarishlar soni ortganda, bizda birinchi cardiac output ham, ya'ni 1 minutda qancha qon otib berishi ham ortar ekan dastlab. Va keyinchalik yurak qisqarishlar soni ortishda davom etsa, cardiac outputimiz tushishiga olib kelar ekan. Bu nimaga? Bu diastole vaqtini qisqarishiga olib kelishi hisobiga ekan. Ya'ni bizda har siklimizda, ya'ni 0.8 sekund yoki 0.7 sekund davom etsa bitta siklimiz, yuragimizda bitta qisqarib bo'shashi. Shu narsa qisqaradigan bo'lsa, bizda diastole paytda qonni maksimal kengayib turib, chap qorinchamiz sig'diradigan qon hajmi kamayib ketadi. Ya'ni chap qorinchamizga o'rtacha 100 ml qon kelib turadi doimiy. Endi yurak qisqarish soni ortganligi hisobiga mana bu joyga qonning hajmi 70 ml yoki 60 ml tushganda yana qisqarib yuboryapti va 60 ml dan 30 ml ni otib beryapti. 30 ml ni otib beryapti va yuragimiz faqatgina 30 ml qonni otib beryapti xolos, kamayib ketadi. Ya'ni diastole vaqti qisqarganligi hisobiga, yurak qisqarishi soni ortganligi hisobiga bizda cardiac outputimiz dastlab yurak qisqarishi soni ortganda ortadi, keyinchalik esa mana diagrammaga mos ravishda kamayib ketishiga olib kelar ekan. Keyingisi yurak urishi. Yurak urishi simpatik nerv sistemasi oshganda yurak urishlari ham va kontraktility, ya'ni qisqaruvchanligi ham oshadi. Dastlab yurak urishi soni ortganda stroke volume ortadi, keyinchalik esa mana bu joyda ko'rib turibmiz. Yurak urishlar soni ortadigan bo'lsa, mana bu holat. Stroke volume ham dastlab ortadi. Keyin esa bizda stroke volume kamayishga olib kelar ekan. Ya'ni diastole vaqti qisqarishiga sababli. Patologik holatda esa yurak qisqarish soni ortganda
kardiak outputimiz kamayib ketarkan. Patologik holat deganda yuragimiz 120 tadan yoki 140 tadan balandroq urib turganda bizda kardiak outputimiz tushib ketishini nazarda tutilyapti. Ya'ni mana dastlab kardiak outputimiz ham oshyapti. Yurak qisqarish soni ortgan sari va mana bu joyga yetgandan keyin yurak qisqarish soni masalan 140 ta, 150 ta, 160 ta, mana bu joyga kelib 200 ta, 200 taga yetganda bizda kardiak outputimiz keskin ravishda tushishiga olib kelar ekan. Yurak ishi miokard kislorodga talabi hisobida ko'rib chiqamiz. Bu narsa preload nima edi? Oldingi yuklama. Bu end diastolic volume, ya'ni maksimal chap qorincha qonni sig'dira olishga teng edi. Ya'ni chap qorinchaga qancha qon ko'p keladigan bo'lsa, preload shuncha ko'p bo'ladigan bo'lsa, qisqarish ham shuncha kuchliroq bo'lardi. Keyingisi afterload, bu o'rtacha arterial bosimga bog'liq edi. Ya'ni o'rtacha arterial bosim, ya'ni oddiy qilib aytganda, davleniya oshadigan bo'lsa, afterload ham oshadi. Davleniya tushadigan bo'lsa, afterload keyin yuklama ham kamayadi. Keyingisi yurak ishini bitta funksiyasi contractility, ya'ni yurakni qisqarish funksiyasi va yana bitta tanishgan narsamiz yurak urishi, ya'ni yurak qisqarishlar soni. Yurakka kislorod yetishmasa, sarfini kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda qon tomirlarimiz, koronar qon tomirlarimiz yurakka normal kislorod yetkazib bera olmasdan gipoksiyaga uchraydigan bo'lsa, yuragimizda ishemik o'zgarishlar. Buni sarfini kamaytirishimiz kerak. Sarfini kamaytirish qanaqa bo'ladi? Ya afterloadda yoki preloadda yoki contractility yoki yurak qisqarish sonini kamaytirish orqali qilishimiz mumkin ekan bu ishda. Keyin jismoniy mashqning organizmga javobi. Organizmning asosiy maqsadi jismoniy mashq bajarib turganda perfuziyani maksimal oshirish, qayergaki yurak muskullariga va skelet muskullariga oshirib berish hisoblanadi. Ya'ni biz qandaydir jismoniy mashq bajaryapmiz, yuguryapmiz yoki yer chopyapmiz, o'tin qilyapmiz. Shu holatlarda nima bo'ladi? Yurak muskullari va skelet muskullariga kislorod juda kerak hisoblanadi. Va kislorodni butun organizm yurak muskullari va skelet muskullariga jo'natishga harakat qiladi. Va perfuziyani maksimal kamaytirib boshqa organlarda, masalan, oshqozon-chakka yoki miya, qon tomir, oyoq yoki boshqa organlarga maksimal kamaytirib beradi. Va asosiy maqsadi skelet muskullari va yurak muskullari qon bilan ta'minlash hisoblanadi. Bunda nima bo'ladi? Birinchisi, muskullarda gipoksiya uchraydi. Muskullarda gipoksiya uchragandan keyin bu simpatik nerv sistemasiga stimulyatsiya beradi. Simpatik nerv sistemasi esa yurak urishini va stroke volumini oshirib berishga harakat qiladi. Ya'ni stroke volume bu zarf hajmi, ya'ni bitta qisqarganda ko'proq qon otib berishga harakat qiladi va yurak urishi, ya'ni 1 minutda yurak qisqarish soni ortishiga sabab bo'ladi. Aynan biz jismoniy mashq bajarganimizda yurak urishining sababi shundan iborat ekan. Miokardning bo'shash qobiliyati. Bu ham muhim funksiyalardan, fiziologik holatlardan biri hisoblanadi. Miokardning bo'shash qobiliyati miocardial relaxation deyiladi. Bu contractilityga teskari jarayon hisoblanadi. Ya'ni contractility bu qisqaruvchanlik funksiyasi edi. Miokardning bo'shash qobiliyati bu bo'shash qobiliyati. Jismoniy mashqda ortadi. Jismoniy mashqda ortishiga eng kerakli sababi bu diastoliya vaqtini da yurak qisqarish soni ortganligi sababli bizda diastoliya vaqti tezroq bo'lishiga olib kelishi kerak. Chunki bizda yuragimiz bo'ladigan bo'lsa, diastoliya vaqti kam bo'ladigan bo'lsa, mana bu yuragimizning bo'shash fazasi ham kam bo'ladigan bo'lsa, hech qanday qon sig'masdan turib yana qisqarishga sabab bo'ladi va hech qanday qonni otib bera olmaydi. Ya'ni otib beruvchi qon hajmi juda kamayib ketadi. Endi miocardial relaxation simpatik nerv sistemasi aktivlanganda u ham tezlashadi. Ya'ni miokard tezroq bo'shashadi va tezroq ko'proq qon g'amlab olishga harakat qiladi. Jismoniy mashqda ortadi, ya'ni bu esa preloadni ortishga, ya'ni unga ko'proq miqdorda hajm qon kelishiga sabab bo'ladi. Preloadni ortishi esa bilamizki kardiak outputda, ya'ni yurakda qisqarib qon otib berish funksiyasini ham ortishiga olib keladi. Bu Frank Starling qonunida gaplashib chiqdik.
ya'ni yurakka qancha ko'p qon keladigan bo'lsa, shuncha ko'p qonni chiqarib beradi. Buning mexanizmi diastol vaqtida kalsiy tezroq sarkoplazmatik retikulumga kiradi. Ya'ni sarkoplazmatik retikulumga tezroq kirgandan keyin bizda kardiomiositlar tezroq bo'shashadi. Chunki aktiv miozinni kompleksini hosil qilib turgan kalsiy sarkoplazmatik retikulumga kirib ketgandan keyin bo'shashadi va ko'proq qon kiradi biz jismoniy mashq bajarganimizda va qorinchalar tezroq bo'shashiga olib kelar ekan. Mana biz tanishib chiqqan hamma terminlarda bu yerda tub mohiyati ko'rsatilgan. Ya'ni bizda tinchlik potensiali holatda bo'lgandan keyin bizda quvnoq natriy kanallari doimo boshlayveradi harakat potensialini. Harakat potensiali boshlandi. Hujayra ichiga natriy kirdi. Plus zaryadlar soni nima bo'ladi? Ortadi. Plus zaryadlar soni ortgandan keyin bu yerda L tipidagi kalsiy kanallarini aktivlaydi va hujayra ichiga kalsiy kiradi. Hujayra ichiga kalsiy kirgandan keyin bizda bu yerda sarkoplazmatik retikulum bor. Ya'ni bizda skelet muskullarida emas, yurak muskullarida kalsiyni zaxira holatda saqlovchi sarkoplazmatik retikulum bor. Bunda 3 ta tuzilma bor. Birinchisi rayonidin 2 reseptorlar joylashgan, kalsiy atifazalar joylashgan va fosfolamban oqsillari joylashgan. Shu 3 ta sistema orqali, tuzilma orqali yuragimizdagi sarkoplazmatik retikulumdagi kalsiylar zaxira holatda chiqishi yoki kirishi boshqarib turillar ekan. Bizda L tipidagi kalsiylar kalsiy kanallari aktivlangandan keyin hujayra ichiga kalsiy kiradi. Hujayra ichiga kalsiy kirgandan keyin rayonidin reseptorlari aktivlanadi va ular hujayra ichidagi sarkoplazmatik retikulumdagi kalsiyni bor zaxirasini tashqariga chiqaradi. Ya'ni bizda tashqariga chiqargandan keyin hujayra ichidagi aktiv miozin komplekslari kardiomiositlardagi aktivlanadi, hujayra qisqaradi, kuchli qisqarish sodir bo'ladi. Va doimo yurak qisqarish funksiyasini bajarmaydi. U bo'shash funksiyasini ham bajarishi kerak. Bo'shash funksiyasini bajarish uchun mana bu kalsiylar yana sarkoplazmatik retikulumga kirish kerak. Sarkoplazmatik retikulumga kirish uchun bizda kalsiy atifaza bor. Kalsiy atifaza sitoplazmadagi kalsiyni sarkoplazmatik retikulumga kirgizish vazifasini bajaradi. Aynan shuni funksiyasi fosfolamban oqsili orqali boshqarib turiladi. Fosfolamban oqsili aynan kalsiy atifazani bloklab turadi ishini. Agar simpatik nerv sistemasi jismoniy mashq bajarganimizda simpatik nerv sistemasi aktivlanadi. Simpatik nerv sistemasi esa fosfolambanni bloklaydi. Fosfolambanni bloklanishi bizda aynan kalsiy atifazani bloklashiga yo'l qo'ymaydi va bizda kalsiy atifaza yaxshi ishlaydi va aktiv miozin kompleksini hosil qilib turgan kalsiyni hujayra ichiga boshqatdan kirgizib qo'yadi va hujayralar tezroq relaksatsiyaga uchraydi. Ya'ni diastol vaqti tezroq amalga oshadi va hujayra tezroq bo'shashadi. Aynan shu orqali boshqarib turillar ekan. Xo'p, bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat ekan. Yurakda asosiy fiziologik funksiyalari haqida tanishib chiqdik. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi darslarda ko'rishguncha